Prezidentning yangi qarori: o'zbeklarga pul beriladi, darhol pullaringizni oling. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Mazkur kompensatsiyalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 2-apreldagi Prezident qarori 134-son qarori asosida ajratilmoqda. Qarorga ko'ra, ehtiyojmand oilalarga elektr energiyasi va tabiiy gazdan belgilangan bazaviy me'yordan ortiq foydalanilgan qismi uchun bazaviy me'yor doirasidagi hamda bazaviy me'yordan oshgan narxlar o'rtasidagi farq kompensatsiya qilib beriladi. Joriy yilning yanvar-iyun oylarida to'langan 92,1 milliard so'm kompensatsiyaning 51 milliard 427,8 million so'mi elektr energiyasi uchun, 40 milliard 702,3 million so'mi tabiiy gaz uchun ajratilgan. Kompensatsiya olish bo'yicha batafsil ma'lumotga ega bo'lish uchun fuqarolar mahalladagi ijtimoiy xodimga, tumandagi Inson ijtimoiy xizmatlar markaziga yoki Ijtimoiy himoya milliy agentligining 1140 qisqa raqamli kol markaziga murojaat qilishi mumkin deyilgan xabarda.